G'am qilmang, Alloh bor, unga suyaning, unga bog'laning, undan so'rang, unga arz qiling. Sadaqa bilan dardni davolang. Hadis Allohning qadari yana bir qadar bilan daf bo'lishi bor. Hazrat Umar aytganlar. Masalan, kechirimlilik. Kechirimlilik insonni qalbiga davo va kechirmagan odam birovni o'zi qalbi og'rigandan o'zi aziyat chekib yuradi. Ajoyib falsafalar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz ilm muxlislari ve muhtaram kitobxonlar. Alhamdulillah yurtimizda juda yaxshi kitoblar nashr bo'lib bormoqda. Men siz azizlarga ba'zi kitoblarni tavsiya qilgim keldi. O'zim o'qib, undan foyda olganimdan ko'pchilikka ilinib, shu ba'zi kitoblarni sizlarga tanishtirishni maqsadga muvofiq deb bilaman. Hozir mana qo'limda Abdulhodi G'iyos domlamizning Baxt Allohga bog'lanishdadir degan kitoblari turibdi. Kitobning sarlavhasi, kitobning nomi o'zi bizga kitobning mazmunidan darak beradi. Ya'ni kishining haqiqiy baxti Alloh subhanahu va taologa qalban vujud bilan bog'lanishda degan ma'noni ilgari suradi. G'am qilmang, Alloh bor, unga suyaning, unga bog'laning, undan so'rang, unga arz qiling. Ya'ni har qanday chorasiz holatda ham noumid bo'lmang, Allohga suyaning, Alloh subhanahu va taolo sizga ko'mak beradi degan ma'noni kitobning nomi siz bilan bizga o'qitilmoqchi. Kitobning mazmuni ham ana shunga qaratilgan. Abdulhodi domlamiz o'zlari ahli ilm, fiqh va aqidada mo'tabar ahli ilmlarimizdan hisoblanadilar. Shuning uchun kitobda aynan ana o'sha poydevor ilmlar muallifning so'zlarida, qarashlarida aks etgan. Ikkinchidan, kitob o'ta xalqchil, o'ta juda ham, ya'ni ravon tilda yozilgan va xalqchilligi uning oila muhitida tajribadan o'tgan edi. Muallif yozadilar, men o'zim ba'zi bir ibratli hikoyalarni, nasihatlarni farzandlarimga aytib berib turar edim. Keyin qarasam, shuning natijasi oilada yaxshi bo'ldi. Farzandlarning dunyoqarashida, hayot tarzida juda katta ta'sir ko'rsatdi o'sha hikoyalar va nasihatlar. Keyin ushbu tajribadan kelib chiqib, shu yaxshilikni boshqalarga ilinish uchun, ilinish maqsadida, ilinish ma'nosida men o'sha hikoyalarni va nasihatlarni xatga tushirib sizlarga taqdim qilyapman deydilar. Haqiqatan kitobda ayni shu ma'no, ayni shu surat ravon aks etgan. Kitobda meni e'tiborimni tortgan jihati, birinchidan aqida masalasida juda ham mustahkam va mo'tadil yondashuvni sezasiz. Yolg'iz Allohga suyanish, Alloh subhanahu va taolodan so'rash va Allohgagina yukinish va Allohdan noumid bo'lmaslik ma'nolar ruhiyati kitobni boshidan oxirigacha siz bilan, sizni demak vujudingizda barq uradi. Ikkinchi jihati, kitobda hayotiy voqealar yorqin misollar bilan keltirilgan. Ba'zi bir odamlar masalan g'ayri tabiiy holatlar, mo'jizalar, karomatlarni qadimgi zamonga tegishli, hozir unaqa narsalar bo'lmaydi degan xayolda yuradi. Lekin kitobni o'qisangiz, aynan qadimgi ulamolar, qadimgi tarixiy kitoblarda uchragan g'ayri tabiiy hodisalar, karomatlar hozirgi zamonimizda biz yashab turgan paytda atrofimizda ham ro'y berayotganiga guvoh bo'lasiz. Chunki kitobda mana shu bizga ham mas'ul bo'lgan ulamolarning hayotlaridan misollar. Ayni paytda yashab turgan kishilarning tillaridan ana shunday duoning ijobati, Allohga suyanishning natijasi o'laroq hosil bo'lgan, yuzaga kelgan karomatlarni ko'plab misollarni ko'rish mumkin. Masalan, Shayx Ali Tantoviyning kitoblaridan iqtibos keltiriladi. Bu kishi
aytadilarki, virus bemor bo'lib qoldim, kasal bo'lib qoldim deydilar. Hech kim davolamay qoldi. Oxiri Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yolvordim. Hech qanaqa boshqa chora qolmadi. O'zim boshqa tomondan umid ham uzilgandim deydi. Birdan ana o'sha duodan so'ng kasal yotib, bemor yotgan odam birdan ahvolim yaxshilanishni boshladi. Kasal tamom birdan yo'q bo'lib qoldi. Va bu faqat hayol emasmikin deb borib doktorga tekshirtirsam deydilar, tabibga. Tekshiruvda analizlar, ya'ni tashxislar tamom oldingining aksi. Oldinda tashxisda chiqqan kasalliklar, viruslar, alomatlar bittasi ham yo'q. Hamma top-toza qo'ygan. Shunda doktorlar, shifokorlar o'zlari hayron bo'lib qoldi deydi. Siz qayoqqa bu holatga keldingiz, qanday davolandingiz? Hech bir tajribamizda ko'rilmagan edi. Deyishdi. Shunda o'sha aytdilarki, bunga sizlarni tibbiyotingizning kuchi yetmaydi. Bu barchasi Allohdan avval bo'lganlar. Mazkur o'rinda tababbut ojiz dedilar Shahridan to'g'ri. Mana shu hikoyani masalan ko'p odam bilmaydi. Bunga o'xshagan juda ko'p hikoyalar bor. Keyin yana bir ruhiy tarbiya, ya'ni tasavvufga oid ma'nolar ham ko'p. Masalan, kechirimlilik. Kechirimlilik insonni qalbiga davo. Bemorliklardan, ya'ni kasalliklardan tuzalishga sabab. Va kechirmagan odam birovni o'zi qalbi og'rigandan o'zi aziyat chekib yuradi. Ajoyib falsafalar. Kitobda yana qadimgi ulamolarimizning nasihatlari va ularning hayotlarida sodir bo'lgan voqealardan ham iqtiboslar bor. Masalan, Hajjojni mazlumlar duosi degan sarlavha ostida Hajjojni Said ibn Jubayr roziyallohu anhu mendan keyin boshqa birovga ozor bera olmasin, hukm o'tmasin, ey Alloh deb qilgan duolari ijobat bo'lgan. Said ibn Jubayr roziyallohu anhudan keyin hech bir kishiga Hajjoj keyin qayta qo'l ko'tara olmadi, balki o'zi kasal bo'lib o'zi vafot etib ketdi. Yo'inki Imom Ahmadga ozor bergan vazir Imom Ahmadning duoibatiga uchrab halok bo'lgan. Va hokazo. Bular demak qadimgi ulamolarimiz hayotlaridan namunalar hisoblanadi. Sadaqa bilan dardni davolang. Hadis ana shunga hayotiy misollar keltiriladi. Va hokazo. Yana orzularga erishish uchun Allohga murojaat qiling. Dunyoda dunyo sababiyat qonuniyatlari bor. Lekin ana o'sha sabablardan biri duo. Hadis sharifda keladi, qazoy qadarni faqat duo o'zgartiradi deb. Bu nima degani? Qazoy qadar bitilgan bo'ladi-ku desa, yo'q. Gap shundaki, Allohning qadari yana bir qadar bilan daf bo'lishi bor. Hazrat Umar aytganlar. Ana o'sha qadarni o'zgartirishi, ya'ni sabablar. Masalan, davolanishsiz kasb bemorlikka qarshi bemorlik qadariga davolanish qadari bilan munosabatda bo'lasiz. Ana shunday sabablardan biri. Ko'p odam moddiy sabablarni ko'radi, ammo ma'naviy sababdan bexabar. Eng kuchli ma'naviy sabab bu duo. Duo bilan u kishini hayotda qanday o'zgarishlar bo'lish misollar bilan keltirib o'tiladi. Duo sehrli tayoq deyiladi. Va ushbu sarlavha ostidan baxt topolmayotgan kishilarga hayotiy misol keltiriladi. Masalan, bir ayol, ya'ni bir qiz baxt topishi, baxti topilmagandan, baxti ochilmagandan ko'p g'am tashvishda qoladi. Odamlar bunday paytda alfal bo'ylab boradi, hali unga yuradi, hali bunga yuradi. Bu yerda misol keltiriladiki, istig'for va Allohga yukinish baxt ochilishi uchun ham eng katta chora ekan. Ana kitobda misollar bilan keltiriladi va hokazo. Maqsad kuch beradi. Qarang, ya'ni inson maqsad bilan yashasa, ana o'shanda u hayoti kuchli bo'ladi va hayot ishlarida o'zida kuch topa oladi va hokazo. Qur'on najotdir. Qur'oni Karim najot ekani bu yerda ham
bir ayolning hayotidagi bo'lib o'tgan hodisa misolida isboti keltiriladi. Xullas kalom, kitobni o'qigan saringiz, kitobni o'qiganda shuni his qilasizki, muallif bilan gaplashayotgandek bo'lasiz. Va sizni muallif ayni vaqtda atrofimizda e'tiborimizdan chetda turgan hodisalar bilan yaqindan tanishtirib o'tadi. Sof aqidaga o'rgatadi va hikoyalar juda ham ibrat. Tavsiya qilishimiz mumkin, masalan aytaylik, bu hikoyalarni kimlardir hozirgi kunda mana rivojlanib ketdi, rolik qilish, video lavha tayyorlash, ibratli videolar tayyorlash. Mana shu kitobdan foydalanib ushbu yerdagi hikoyalarni har bittasini ana shunday video bir lavha qilib ishlansa juda katta foyda bo'ladi. Muallifga ishora qilib yoki manbani ko'rsatgan holatda qilinsa yana ham yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, oilaviy muhitda farzandlaringizga kitobni o'qib bersangiz, har kuni bittadan hikoyani o'qib bering yoki ikkitadan hikoyani. 1-2 varoqdan oshmaydi hikoyalar. Har kuni 5 daqiqa, 10 daqiqa vaqt oladi. Ana shu tarzda farzandlarni Alloh subhanahu va taologa qalbi bog'langan iymonli bo'lib o'sishiga o'z-o'zidan demak inshaalloh erishishimiz mumkin bo'ladi. Men kitob haqida yana ham ko'p gapirishim mumkin, ammo qolgan ma'nolarni, kitobdan olinadigan qolgan xulosalarni har bir o'quvchi o'zi kashf qilishini men istab qolardim. Alloh subhanahu va taolo muallif Abduhodiy domlamizga o'z kuch-quvvat bersin. Ilmlarning barakasini yana ham ziyoda qilsin. Va bu kitobdan o'qib foydalanishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Mana baxt Allohga bog'lanishda degan kitobni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Buni o'qiganimizda haqiqiy mo'minning hayotini misollarini ko'ramiz va o'sha hayotni yashab inshaalloh samaralarga erishishimizni ham Alloh o'zi nasib aylasin. E'tiboringlar uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.